Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun ishlarimizni Marhamat tumaniga olib keldik. Qo'shnilariga olib keldik. Qo'shnilardan ko'rib, xudo xolisa ish yoqqan ekan, olib beryapmiz. Ovozini eshitib turibsizlar. Kimga shunday qilsa kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab yetkazib beraveramiz. Ishlarimiz holatini yaqindan ko'rsatib beraman. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bir kun oldin to'kib beruvdik qo'shnilariga. O'sha yoqqan ekan, zakaz qilishdi. Mana beryapmiz. Ishlarimizda pishganligi hamma yo'g'i zo'r. 5-10% sho'r chiqish ehtimoli bo'lishi mumkin deyapmiz. 5-10% o'zi ham chiqqan yo'q, xudo xolisa. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqsalaring, yetkazib beraveramiz. Holatlari mana yaxshi, ichiga ko'mir qo'shilgan. Sho'r chiqish ehtimoli xudo xolisa juda ham kam bo'ladi, ko'mir qo'shilgan hisobiga. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Farg'ona, Andijon, Namangan bo'ylab yetkazib beramiz. Narxlari joyida 850 so'm dastavka bilan Marhamat tumaniga 1080 so'm atrofida kelyapti. Bemalol telefon qilasizlar, yetkazib beramiz. Bemalol ovozidan bilsalar ham bo'ladi. Ishlarimizda yaxshi pishgan yoki pishmaganligini. Sinish ehtimoli 1% ham chiqmaydi, xudo xolasa.